Nega tushunmaysiz? Bizlar birga bo'la olmaymiz. Uyimdagilar sizga bermaydi. Unday deganingiz ne Dilnoza? Axir bir-birimizni sevamiz axir biz. Sevamiz? Sevgi bilan qorin to'yami? Axir siz hech yerda ishlamaysiz ham, ertan kuningiz nish yetib kun ko'ramiz. Ishga kirarman, ish tovarman, buni yurmasman axir. Kechirasizlar, o'zi birovning gapini ishini aralashgan yaxshi emas, lekin singlim yigit kishining omadi bilan o'ynashib bo'lmaydi. Shu sababli men o'zim sizni xudo xolasa Usta Bozorvoy mas'uliyat cheklangan jamiyatda biz qurilishlar qilamiz. Shu yerga menejer etib ishga olaman va 20 million so'm oylik bilan sizni ta'minlayman. Muhimi sizlar baxtli bo'lsangizlar bo'ldi. Rozimisiz? Roziman aka. Axir sizning mashinangiz ham yo'q. Qarang, suvoqda taksi kutib turibmiz bu yerda. To'nib ketdim men. Mashin deydi, ustimda kurtkam yo'q Dilnoza. Bo'lar bir narsa, bir yaxshi niyat etavering. Xo'p. Uzra. Yaxshilik etsa oxir narsa aytdingiz-ku. Xo'p, sizlarga yana bir yaxshilik ayting ha. Yeting aka. Mana Usta Bozorvoy mas'uliyat cheklangan jamiyatdan shu mashina sovg'a. Hech kim bilib borib kelib yuraveradi. Dadam yetmagan yaxshilik deb o'tirsa, siz dadam desam bo'ladimi? Dadajonim. Axir buning uyida yo'q-ku. G'at diyonagansan-da, onasini. Endi ha, Usta Bozorvoy mas'uliyat cheklangan jamiyatdan toza solingan domdan 5-etajdan 2 xonali kvartira. 5-etaj? Ava, To'p kuyib tashamadingizmi odam ustidan birab? ne degan nosh ko'rsan, lifti bor bu yerda 630 kiloga odam ko'taradi bu lift. Lifti bormi? 8 odam bemalol sig'adi ichine. Shippa bir deganda 5-etajga olib chiqarib qo'yadi. Bir, rahmat aka. Undan tashqari uylarning balandligi 320 bo'lib, 2 xonali kvartiralar 58 kvadrat metr, 3 xonalilari esa 82 kvadrat metr bo'ladi. Uylar remontlanmagan holatda topshiriladi. Xohlasangizlar remontlab ham berishadi. Agar yo'q o'zim remontlab olaman desangizlar ham sifatli xizmat ko'rsatadigan ustalarni sizlarga arzon narxlarda topishda yordam beradi. 24 soat davomida kuzatuv kameralari sizning xavfsizligingiz uchun xizmat qiladi. Qolaversa, bolalar maydonchasi, kattagina parkovka, mehmon kutish va kichik yig'ilishlarni o'tkazish uchun 100 kishilik chertak ham foydalanishga topshiriladi. Keyinchalik esa jahon standartlariga javob beradigan xususiy bolalar bog'chasi, kapelnitsa xizmatlari, ya'ni ukolingizni olish uchun esa xususiy shifoxona ham sizga xizmat qiladi. Muhimi esa quruvchilarning o'zidan to'g'ridan-to'g'ri arzon narxlarda xarid qilsangiz bo'ladi. Xohlasangiz, subsidiya evazini ham xarid qilish imkoniyati sizda mavjud. Kadastr hujjatlari 100% holatda tayyor, bemalol kelib xarid qilib, o'z nomingizni rasmiylashtirib olsangiz bo'ladi. Men tashlab yo'qqa ketib boradi dedingiz? Uyga boraturman, uyga. Tashaganni qo'ya qo'ysan sen ham. Sizlar hali kelisha olmayapsizlar. Men hali to'ylaringiz bo'lmadimi, singlim? Qo'ysangiz bo'ladi, endi. Yo'q, men emas, endi buni uylanmayapman. Ha? Hangami, pishgan go'mma? Uyim bor, Xudoga shukr. Joyim bor, 20 millionlik oylig'im bor. Usta Bozorvoy mas'uliyati cheklangandan turishini qarang, 5 etajda, 5 etaj, 3 xonali uyim bor mening. Endi ishidaman buni bezdekda. Sen o'zgarib ketding-a? O'zgarganda sen kimsan o'zi? Kimsan endi? Oqshomgina dede sen yoqqa yurdi. Oqshomgina dede deb sen o'zgarib ketding. Cho'tqa. Pulingni olay, dadasini. Kimsan o'zi? To'g'ri aytmasan, ishing ishlasang. Har kim mening ishimni o'rnashib o'radaman bo'ldi. Joyli bo'lib ketganimdan keyin. Qo'yji meni.